Farzandni gapirganlar hukamolar. 5 toifa farzand bor ekan. Xohlang, xohlamang mana shu 5 tani bittasiga bittamiz to'g'ri kelamiz. Bu menga taalluqli gap emas ekan demanglar. Hammamizga tegishli narsa. Hukamolar aytibdilar, farzandlar 5 toifa bo'ladi debdilar. Birinchi farzand toifasi ota-onani buyurgan birorta ishini qilmas ekan. Kimga kerak bunaqa farzand? Kim Xudodan shunaqa farzand so'ragan? Parvardigor, menga bir farzand berginu, birorta ishda menga itoat qilmasin, meni aytganimni qilmasin deb so'ragan mard bormi shu yerda? Yo'q. Solih va soliha farzand ato qilgin deb so'raladi duolarda. Birinchi toifa farzand ota-onani buyurganini mutlaq qilmas ekan. Oqlikni ulamolarimiz 36 toifasini sanabdilar. Farzandning ota-onaga oq bo'lish turini 36 turi bor ekan. O'shani birinchi toifasi, birinchi pag'onasi oqlikni. Farzandni yomonligidan ota-onani ko'ziga yosh kelib, kiprigini tagi nam bo'lib qolsa oq bo'lar ekan farzand ota-onaga. Ikkinchi toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, lekin zo'rma-zo'rakay qilar ekan, majbur qilar ekan. Ish buyurganini o'zida burnini tirishtirib, yuzini tirishtirib, ish